Bu hadis ham nihoyatda bizga kerakli hadislardan biri. Hasan hadislardan, ya'ni sahih hadislar. Va qad thabata an Talha ibn Ubaydillah radhiyallohu anhu. Bu Talha ibn Ubaydillah radhiyallohu anhu dan rivoyat qilindi. Ikki kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga keldi. Ularda islomi birgalikda bo'ldi. Ikkalasi keldida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga iymon keltirdi. Islomga keldi. Fakana ahaduhuma ashadda ijtihadan min al-akhar. Ularda biri ikkinchisidan ko'ra ibodatda qattiqroq edi, ko'proq ibodat qilardi, ibodatga mustahkamroq edi. U ko'p ibodat qiluvchi mujtahidi jihodga chiqdi va shahid bo'ldi. So'ngra ikkinchisi summa makathal akhar, ikkinchi sherigi esa 1 yil yashadi. So'ngra 1 yildan keyin vafot etdi. Shunda va ru'ya fil manam, u tushda ko'rildi. O'zi aslida sahobiyni o'zi ko'rgan. Talha ibn Ubaydillah o'zlari ko'rgan buni. O'zlari jannat eshigini oldida turibdi. Ikkinchi o'ldi-ku 1 yil yashab. Jannatdan bir inson chiqdi-da, ikkinchi o'lgan, 1 yil keyin o'lgan sahobiyni siz kiring deb olib kirib ketdi. Keyin bir vaqtdan keyin birinchi o'lgan, shahid bo'lgan birodarini olib kirib ketdi-da, keyin Talha ibn Ubaydillahga qolib, sizda hali vaqtingiz kelgan yo'q dedi. Hali siz bu yerga kirishga hali sizda vaqtingiz bor. Shunda bu gap tarqalib ketdi. Sahobalar o'rtasida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning quloqlariga yetib bordi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga sahobalar aytdiki, u birinchi shahid bo'lib o'tib ketgan bo'lsa, bu esa 1 yildan keyin vafot etdi. Qanday qilib bu birinchi jannatga kiradi bundan oldin dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam alaysa qad makatha hadha ba'dahu sana, u ikkinchi o'lgani undan keyin 1 yil yashadimi dedi. Sahobalar qalu bala. Ey Rasululloh, ha dedi. Har Ramazonga u yo'liqdimi? Va adraka Ramazon fasom. Ramazonga kelib ro'zasini tutdimi? Va salla va kaza min sajdatin fi sana. 1 yilda qancha bo'lsa ham namoz o'qidi, sajda qildimi? Qalu bala. Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, demak u bilan birinchi shahid bo'lib o'tib ketgan odam bilan ikkinchi 1 yil yashab o'tib ketgan odamning o'rtasida yer bilan osmoncha farq bor dedi. Qarang. Shuning uchun ham hadisda qarang. Khayrun nasi man tala umruhu va hasun amaluhu. Odamlarning eng yaxshisi umri uzoq bo'lib, amali yaxshi bo'lganlaridir. Umri uzoq bo'lib ko'p solih amal qilgan inson umri kalta bo'lib, solih amalni kam qilib o'lib ketgan insonlardan ko'ra darajasi balandroq bo'lar ekan. Albatta niyat bilan. Qarang, bu hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 1 yil yashadimi, roza tutdimi, qanchadir namoz o'qidimi? Demak, haligi shahid bo'lib o'tib ketgan insonning martabasidan buni Ramazon oyida roza tutganligi, ko'p sajda qilganligi martabasi o'tib ketdi. Bu ham bizga bu narsani bildiradiki, ey birodarlar, mana Ramazon oyiga kirdik. Endi gunohlarni tark qiling. O'yin kulgini tark qiling. Telefon bilan faqat film tomosha qilishni tark qiling. Bema'ni narsalar, dunyoyingizga ham, oxiratingizga ham hech qanday foydasi yo'q narsalar tark qiling. Ibodatga yuzlaning. Bu fursat.